Salom do'stlar, obunachilar. Sizlar bilan biz aslida legendarniy. Salon sal yomonku, lekin o'ynasi bor, prosa shunaqa. Do'stlar, Ручной скорость hozirdan çok yotmali, balki bana qoch. Hepsi görseniz kızı valla bana. Ama dostlar. Malikaga qarab o'tiribsan bolam? Qarab o'tir, xo'p. Bugun men sizlarga skors o'rgataman, Nexia skorsini. Mana zadni degani bir yurish emas, mana r turibdi, zadni deganda. Mana shunday bilan bosmasdan mashina uchirilgan holatda qo'ysalaring bo'ladi. Keyin qotib qoladi sal. Birinchi martalab urganlaringda qotib qoladi, ikkinchi martalabda unaqa bo'lmay qoladi. Demakki, orqaga yurish zadni. Yani qotib qoladi. Zadni gördüm, endi orqa yuradi. Chiqazdim skurtni. Mana bir yo'rildi, bir yo'rildi, ikki yo'rildi, uch yo'rildi, to'rt yo'rildi, besh yo'rildi. Dostlar, zadniga solib qo'ydim. Do'stlar, rul sizlarda shunaqa bo'lgan holatda turadi, mashina sotib olingan. Keyin mashinani zavod qilgandan keyin agar sovuq bo'lsa, peskan yoqishni bilmasalar, bunday qilasizlar. Keyin oyoq mana shunday faqat to'g'ri yurish, mana shu bo'ladi. Mana shunga qo'yib qo'yasizlar. Agar oyoqlaringni o'zlaring yuzlaringni ham so'qitgan bo'lsa, bunday qilsa oyoqlaringga ham issiq uradi, yuzlaringga. Mana prosta oyoq qurish. Mana bu chiqayotgan issiq havoni o'ziga tortib olish. Mana qo'yardim. Mana tezliklari. 4 yursa vashim tez bo'lib qoladi. 3 yursa o'rtancha tezlik, 2 yursa eng kichkina tezlik, 1 yursa oddiy tezlik. Eng sekin tezlik. Mana bu nomi nima edi? Mana issiq,
suvlarni siqib pechkani tez chiqarish. Mana uni bosib qo'ysa tez chiqadi. Mana bu eslolmayapman-da nomini. Mana bu is chiqayotgan havoni o'zi yana tortish mana bunday qilib qo'ymasa ham. Mana aytdim shunaqa bor. Mana bu dvorniy tezliklari bir so'zlaring kerak. Mana bu eslolmayapman-da tik qilib turadi. Ana o'sha xonimcha. Tez qilib turadi. Ejim turib. Hayır dostlar, selamat bo'ldi. Ciao, ciao.